Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz bilan Bahodir Live kanali va yana men siz bilan bugun Fransiyaning yuragida joylashgan tarix va go'zallik uyg'unlashgan Arlyan shahriga birgalikda sayohat qilamiz. Janna d'Arc bu shahar nomi bilan chambarchas bog'liq tarixiy siymo. U 15-asrda Fransiyaning ingliz bosqinidan ozod etilishida muhim rol o'ynagan milliy qahramon ayol. 1429-yillarda Arlyan shahrini ozod etgani uchun Arlyan qahramoni deb atashadi. Arlyan shahrining markazida joylashgan mana bu bino Arlyan shahri aholisi uchun juda ham qadrli. Chunki bu yerda 1429-yilda inglizlarga qarshi bo'lgan jangda aynan Janna d'Arc mana shu uyda istiqomat qilgan va inglizlarga qarshi jangda ishtirok etgan. Hozirgi kunda bu bino muzey sifatida o'z faoliyatini yuritadi. Arlyan shahrining tarixi, o'sha paytdagi urush haqidagi ma'lumotlar va Janna d'Arc haqidagi ma'lumotlar ham bu yerda mavjud. Lekin afsus, shanba dam olish kuni syomka jarayoni olib borayotganligim tufayli bugun bu yer yopiq ekan. Bu bino aslida 15-asrda qurilgan bo'lib, o'sha davrda Arlyan shahrining meri bo'lgan Jak Bushening uyi edi. Aynan shu yerda Janna d'Arc 1429-yilda qisqa muddat yashab, o'z harbiy yurushlarini rejalashtirgan. Park Pastor Arlyan markazidagi eng mashhur dam olish bog'laridan biri. Bu yerda yam-yashil maysalar, gullar va qushlarning ovozi orasida haqiqiy tinchlik hukm suradi. Men bu bog'ni velosipedda sayr qilib aylanib chiqdim. Yo'llari toza, atrofi tinch va havosi nihoyatda yoqimli edi. Sayrdan so'ng esa yam-yashil maysalarda o'tirib biroz dam oldim. Quyoshning nurida shahar hayotining tinchligi va tabiatning go'zalligini his qilish bu yerning eng yoqimli lahzalaridan biri edi. Hotel Groslo Arlyandagi eng go'zal tarixiy binolardan biri. Avval bu bino boy shaxs Jak Grosloning uyi bo'lgan. Keyinchalik esa shahar hokimligi joylashgan maskanga aylangan. Ichkarida nafis bezaklar, haykallar va tarixiy suratlar saqlangan. Bu joy turistlar uchun eng ko'p tashrif buyuriladigan manzillardan biridir. Arlyan bu nafaqat tarixiy shahar, balki zamonaviy Fransiyaning yuragi. Janna d'Arc ruhi, Luar daryosi manzarasi, yashil bog'lari va tarixiy binolari bilan bu joy har bir mehmonni o'ziga rom etadi. Men uchun esa bu shahar tarix, tinchlik va tabiat uyg'unlashgan maskan sifatida yodimda qoldi.